Siz odamlarning sabzavot yetishtirishini ko'rgandirsiz, ammo ularni g'isht yoriqlarida o'stirishni esa. Bu yangilik. Hammasi bir ayol hovlisini tozalayotganida g'ishtlar orasida yovvoyi o'tlar o'sib chiqqanini ko'rib qolganidan boshlandi. U, agar bu yerda o't o'sa olsa, nega sabzavotlar o'sa olmasin, deb o'yladi. Shunday qilib, u buni sinab ko'rishga ahd qildi. Hovlini tozalab bo'lgach, g'isht oraliqlariga karam urug'ini sepdi. Haqiqatan ham ko'p o'tmay urug'lar unib chiqdi va tez orada g'ishtlar orasidan to'liq yetilgan karamlar ko'rina boshladi. Bu muvaffaqiyat bilan go'yo u yangi imkoniyatlar dunyosini kashf etgandek bo'ldi. U o'zining g'isht bog'ini kengaytirdi, qalampir, hatto tarvuz ham ekdi. Ammo eng qiziq tomoni u g'isht yoriqlarida turp yetishtira oldi. Ma'lumki, turp odatda yer ostida o'sadi, lekin bu turplar havoda o'sayotganidan juda mamnun ko'rinardi. Bu esa tomoshabinlarni hayratga soldi. Sharh yozganlardan biri hazillashib, bu ayolning iste'dodi yerda bekor ketmoqda. Keyingi safar kimdir oyga yo'l olsa, uni o'zi bilan olib ketishi kerak, deb yozdi.